Assalomu alaykum azizlar. Mendan ko'pchilik quyosh panellari qayerdan sotib olsam bo'ladi? Ularga qanday uskunalar kerak bo'ladi? Yana masalan kabeli, konstruksiyasi, himoya vositalari shu haqida ko'p so'rashadi. Bundan tashqari panellarda qanaqa turlari bor deb hammasini so'rashadi. Men sizlarga zo'r ilova topib qo'ydim. Bu ilova orqali siz narxini, xarakteristikasini, sizga qanday kerak bo'lishini, o'lchamlar hamma yo'g'ini hisob-kitobi bilan, xarakteristikasi bilan naqd pul yoki pul ko'chirib o'tkazish yo'li bilan olsangiz bo'ladi. Mana hozir buni ko'rsatib o'taman. Chunki sizda quyoshli degan programma o'rnatilgan bo'lishi kerak. Mana bizda ko'rsatib o'tilgani. Agarda sizda bu o'rnatilmagan bo'lsa, Google Play yoki bo'lmasam iPhone'dagi prilojeniyega kirib, poisk sistemasiga quyoshli deb yozsangiz, mana quyoshli deb yozsangiz, programma kelib chiqadi mana. Ko'rib turganingizdek. Buni o'rnatamiz. Menda o'rnatilganligi uchun bu narsa hozir ochib ko'rsataman. Ochamiz. Ochsak mana bu yerda panellar turlari, mana qanday invertorlar bor, hammasi ko'rsatilgan. Mana bu yerda katalog xizmatlar, hamkorlik, foydali, mana katalog turkumiga kirilsa, mana quyosh stansiyasi, tarmoq 10 grid, akkumulyatorsiz konstruksiya, tomga yotqiziladigan konstruksiya, beton oyoqli konstruksiya, masalan, mana bunga kirsangiz 2 kilovatli mana komplekt qo'yilgan, hammasi 2 kilovat, 3 kilovatli qancha bo'lishi, bu o'rnatishdan tashqari mana ketadigan. Subsidiya olishingiz mumkin. Buni o'rnatib, mana qayerga qo'yilishi va hokazo. Hozirda qancha soni borligigacha bor. Xo'sh. Bundan tashqari beton konstruksiyaga qo'yishingiz mumkin, turli xil mana. Bu tom qismiga emas, огородlarga, shunaqa haligi yerga o'rnatilish uchun kerak bo'ladigan. Bundan tashqari mana alohida quyosh panellarini olishingiz mumkin. Alohida invertorlarni olishingiz mumkin. Mana gibrid, on grid, mana tarmoq, ya'ni Growatt, Sungrow, Huawei, Sofer, Invert, mana gibridlari Growatt, off grid, aksesuarlar, mana aksesuarlarga kirsangiz, bu yerda mana счетчикlar, modemlar, mana turlari. Bundan tashqari kerak bo'ladigan mana metal konstruksiyani alohida qilishingiz mumkin. Mana sinklangan kukun bo'yoq bilan metal konstruksiya qismlari mana kerak bo'ladigan, sizga chekkasiga, o'rtasiga, yoniga burchak olishingiz uchun mana alohida hatto bo'lut gaykasigacha alohida ko'rsatib o'tilgan. Qo'shimcha materiallar mana DC kabel, konnektorlar, quyosh ko'cha yoritgichlari, instrumentlar, mana quyosh panellari uchun mana nabor. Quyosh elektr stansiyasini agarda siz sinklangan mana tayyor metal konstruksiyani oladigan bo'lsangiz, shu konstruksiya bolt gaykali bo'ladi. Bularni qotirib chiqish uchun sizga kerak bo'ladigan uskunalar mana 8 kilovat, 9 kilovat, 10 kilovatligi mana nimalardan tashkil topgan komplekt, to'liq tasnif, mana qayerda nimasi, hammasi ko'rsatilgan. 87 komplekt bor ekan. Narx borasida hammasini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari zaryadlash uskunalari, DC, AC, invertorlar, yuqorida aytib o'tganimdek, akkumulyatorlar, mana gel akkumulyator, 2 xil akkumulyator bor. Bunga hali litiy jeleza fosfatli akkumulyatorlar ham qo'shiladi. Bu orqali siz sekin-sekin, masalan, men deylik, invertorda tarmoq Growatt oldim. Mana buni oldim, sotib oldim, savatga tashladim. Bu yerda siz registratsiyadan o'tishingiz kerak. Mana 97lik 703 1706. Men o'zimda telefon raqamimni kirgizdim. Kirish. Mana kirdi. Endi savatga joylashim mumkin. Savatga joyladim. Mana endi savatda mening shuning bor. Buyurtma berishim mumkin. Buni yetkazib berish, sizga buyurtma berishingiz bilan mana siz shaxsingiz tasdiqlanadi. Yetkazib berilish manzili ko'rsatiladi va sizga bu yetkazib beriladi. Hamma viloyatda yetkazib berish uchun maxsus odamlar mavjud ekan bularda. Xo'sh, mana ariza qoldirishingiz, buyurtma berishingiz, nima sizga kerak bo'lsa, turli xil boshqa uskunalarni ham tanlashingiz mumkin. Mana asosiyda siz yangiliklar yoki bo'lmasam qisqacha uskunalarda alohida obzorini ko'rishingiz mumkin mana. Kerak bo'ladigan mana gigawatt invert, mana inventga kirsak, bunda ham invertorlari bor. Bu ajoyib qulay bo'lgan dastur. Bu bilan siz o'zingizga kerak bo'lganda Lego singari tanlab olishingiz va bularda optim ekan. Yetkazib berish ham borligi, pul. Chunki siz qiynalmaysiz.
kerak narsani pul o'tkazish yoki naqd pulda to'lashingiz, sizga uyingizgacha yetkazib berilishligi va sizga o'zi nima kerakligini bu yerdan tanlab ajratib olishingiz mumkin. Bundan tashqari yuqorida aytganimdek, agarda bu kompaniya o'rnatib bersa, siz subsidiya olish imkoniyatiga ham egasiz. Mana yozib qo'yilgan. Mana subsidiya oling. To'liq tasnifi mana. Uголник qancha ketgan, mana profil necha metr, saydnet, prijims, germetika, hammasi alohida ko'rsatilgan. Siz bu pulga nima olayotganingizni va qanaqa narsalar sotib olayotganingiz sifatlarigacha kafolati bilan olasiz. Bu programmadan foydalanib ko'rib o'zingizga kerak bo'lgan quyosh elektr stansiyasini tanlang va kommentariyaga narxi qancha bo'lganini ayting. Men sizga bu narxdan arzonroq olish mumkinligi yoki bu narx juda qulay yoki bundan qimmatrog'i qanaqa bo'lishligini kommentariyada javob berib ketaman. Sizlardan kommentlar kutib qolaman. Quyosh panellari, quyosh elektr stansiyalari bo'yicha boshqa savollaringiz bo'lsa ham kommentariyaga yozishingiz mumkin va bunga men baholi qudrat javob beraman. Sog' bo'lasizlar.